Bugun ham sizlar bilan makiyaj qilamiz, lekin bugun sizlar bilan gaplashmoqchiman. Ya'ni men o'zim xohlaydigan, lekin hech qachon hech kimga ayta olmaydigan narsalarimni sizlar bilan bo'lishaman. Paganale, meni случайно rasmga olishlarini xohlayman. Bo'ladi-yu, mana kulayotganingiz, tam yurib ketayotganingiz, ili qanaqadir положениеda turganingiz, ili uxlayotganingizda mana shunaqa случайно rasmga olishlarini xohlayman. Sahar turib chiroyli joyda, ya'ni daraxtlari ko'p joyda kimdir bilan sayr qilish xohlayman. Lekin sherik yo'q. Har juma o'zim yoqtirgan insondan buketik olish xohlayman. Hozircha yaxshi ko'rgan insonim yo'q. Buketam yo'q. Mana shu qo'shnilarning remonti tezroq tugashini xohlayman. Jonimga tegib ketdi. Dom na колесахda uzoq safarga chiqish xohlayman. Kстати, bu orzu emas. Men bu narsani realni xohlayman. Realni bo'lishini xohlayman. Bilmayman, menga orzu desa umuman amalga oshmaydigan narsa deb tuyuladi. Bu meni xohishlarimning 10 dan 1 qismi. Bu ro'yxat o'zi aslida juda ham katta. Va oxirida makiyajim tayyor va oxirida men tezroq 500 mingta bo'lish xohlayman.